Sharqi Turkistonda ota-onasi Xitoy yig'ilish lagerlarida asir tutilayotgan bir kichik bola kechada yolg'iz salloqqa chiqib to'nglab qoldi. Sharqi Turkistonda nurg'un bolalarning ota-onalari soxta ayblashlar bilan lagerlar va turmalarga qamaldi. Buning natijasida nurg'un bolalar tirik yetim bo'ldi. Gerçi bir qism bolalar doiralar tarafidan bolalar lagerlariga avatilgan bo'lsa-mu, yana nurg'un bola igicha haqsiz qolmoqda. Eng yangi ma'lumotlarga asoslanganda, Xotan viloyatining Qarqash noyasi Zava yesida Rahmatulloh Shirboqi ismli bir kichik bolaning jasadi bir eriqda muzlab qolgan holatda topilgan. Sharqi Turkistondagi zulm, bostirish va assimilyatsiya siyosatlariga qarshi Atatürk universitet o'quvchilari, Ülke Ocakları Erzurum Şube Mudirligi universitet bo'limining boshchiligida yurish namoyish o'tkazdi. Faoliyatga necha minglagan kishi qatnashdi. Xitoyning sobiq muavin davlat xavfsizligi ministrligi Majanga parxo'rlik jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosi berildi. Majan para ilish va ichki sirlarni oshkorlash orqali iqtisodiy manfaatga erishishga yordam berish bilan ayblandi. Xitoyning sharqi shimolidagi Dayan shahrida ichilgan sudda Majanga 50 million yuan jarimani qo'yildi. Amerika prezidenti Donald Trump tarafidan imzolanganligi bilingan bir prezident qarornomasi bilan birlikda Amerika şirketlerining ba'zi qattiq detallarni Xitoyning Huawei va Zhongsheng shirkatlaridan sotib olishi davlat bexatarligi sababli cheklamaga uchrashi mumkin. Xitoyning telegraf shirkatlariga qarta cheklamalarga doir qarornomaning yanvarda e'lon qilinganligi mo'ljallanmoqda. Suriyaning Nizoviy Simoya gazeti Amerikaning Suriyadan chekinishi bilan Isroilning Suriyada cho'ng doiralik bir urushga tayyorlanayotganligini o'tirib qo'ydi. Gazeti aytilishicha, Amerikaning Suriyadan chekinish qaroridan keyin Isroil rayonda keng doiralik bir urushga tayyorlik qilmoqda. Gazetda Amerikaning Suriyadan askar chekindirish bilan Isroilning Eronga qarshi yolg'iz qilishga majbur bo'lganligini o'tirib qo'yildi.